yarmimdan keladi. Balonni qarang. Ko'pchilik ko'rganlar buni traktor baloni deb o'ylaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, yagona bo'lib yuraman degan o'q-ukalarimiz uchun Ford Bronco APG Pro Runner. Bularni bir ko'rsatib o'tib ketaymi. Mana qarang, usulli bamper. Voy, boshqacha deyman, mana qilib ritlarni taxlab qo'yganini qarang. Pasti, mana platformlarni APG tuning atelyesi offroad paqa chiqarmam beradi demay-xir, mana qarang, motor zashtinlar hammasi karbon. Men vaznushiy filtrlarni ham ko'rsatib ketdim. Sportivniy polniy tormoznoy sistema ham ishlangan ekan. Endi bahoni izoh o'zimiz offroad ukalarimizni kutib qolamiz. Hop, qadrdonlar 2.7 turbo motor bo'ladi. 330 ot kuchi bor bunda. Newton metri 563. Mehri faqat berilgan bo'ldi. Ashtinlarni ko'ryapsizmi? Hozir o't-bo'tliga chiqqanda oradan tosh-posh chiqib qolgandan ashtinni zashta qiladi deymanmi? Mana bu ichlari ham karbon ekan buni. Polniy karbon elementlari ishlatilgan, lekin klinisi juda ham baland. Teglarni ham ko'rsatib o'tib keting. Orqa differensial blok bo'ladi, valv blok bo'ladi, oldi differensial blok bo'ladi. Aytolmaymanki, mashina shunaqa unikalniy qilib yasalgan. Даже mana orqa trosni tortishga mana turtdi troslar bilan. Orqada qolib ketib qolsa, bu troslari chiqadi, yana dal shu mashinani tortib oladi. Botib qolsa, orqa bamperlari ham usulli. Chetlardagi arkani, ya'ni kruloni tepalari hammasi karbon, balon ham razmeri 40 nitto. Bu haqiqiy MT balon, bu offroad balon hisoblanadi. Bidlock diskalar bilan. Bu bidlock diskada yana havo uradigan joyi ikkitalik. Havo uradigan joyi ham ikkitalik. Keling bir ko'rsatib o'tib ketaylik. APG kompaniyasi bu faqat offroad mashinalar bilan shug'ullanadi. U atelier desa ham bo'ladi, faqat offroad mashinalar chiqariladi. Menga eng yoqqani mana bu kruloni qarang, расширение qilgan. Ichida полный ходовой sistemasida ko'ryapsiz, ya'ni amortizattorlar hammasi komplekt ishlangan, amini qarang. Bitta ko'rsatib o'tib keting. Endi buni offroadchi o'q-ukalarimiz o'zi baho beradi. Biz ham naqada o'rganamiz, ham sotib, ham offroadchi o'q-ukalarimiz naqada o'rgatib ketyapti. Joninglar sog' bo'lsa, mana yagona bo'laman degan o'q-ukalarimiz uchun hozircha Birlashgan Arab Amirliklari sotuvda mana bir dona turibdi. Bu 24 modeli. Agar kimgadir kerak bo'lsa, zakaz asosida 25 modellarni ham olib kelib beramiz. Faqat 25 modellari zakaz bersak, 3 oy, 4 oygacha vaqt oladi. Bismillah, kompressorlargacha bor ekan. Ham chiqishi qarang, balandligini. Bismillah. Hop, qadrdonlar, rullar ham mana ponni anatomiya qilingan, ya'ni karbon. Hop, bu endi stok holati, ichki ko'rinishi. Agar yana qaytaraman, kimgadir kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, sizlar xohlagan avtomobillarni shu Amerika Qo'shma Shtatlari bormi, Kanada bormi, shunaqa atelyelardan, offroad atelyelardan to'g'ridan-to'g'ri zakaz qilib O'zbekistonga yetkazib beramiz. O'rtoqlar, buni bojxona yo'lkasini shu video tagida yozib qo'yaman. Xudo xolasa aloqa etsanglar, 25, agar 26 modellari bo'lsa ham, ularni ham xudo xolasa to'g'ridan-to'g'ri narxlarni tashlab beramiz.